Yaqinda bir video ko'rib qoldim. Dunyo rahbarlari, ya'ni Yevropa Ittifoqining ba'zi bir katta mansabda o'tiradigan rahbarlari hattoki Iron qaysi joyda ekanligini ham bilishmaydi. Mana ko'ring-da siz. Вы много говорите об Иране. А где находится Иран? Подождите, Ормузский пролив. Вот здесь. Но где Иран? Министру по делам Европы, Фалбалла. Он все-таки смог показать Ормузский пролив. Хотя бы это. Вы видите карту. Что вы делаете? Вы меня пугаете. Где Иран? Подождите. Кажется, он там. Нет, это Болгария, и она в Европе. Разрешите мне воспользоваться Google картой. Новая попытка с бывшим мэром Страсбурга Фабьен Келлер. Простой вопрос. У меня есть карта. Да. Где Иран? Где Иран? Иран вот здесь. Нет, Иран не Турция, но вы близко. Вот. К счастью, вы сами себя поправили. Да, я себя поправила. Еще одно интервью с Мари Туссен, кандидатом на пост председателя партии «Зеленых». Где находится Иран? Где же Иран? Где-то в этой стороне. Думаю, тут. Выбирайте. Но я не уверена на 100%. Нет, это Афганистан? Да. Афганистан, Пакистан. Хорошо, мы двигаемся дальше. Продолжим с другим французским парламентарием, Дэвидом Корманом. Он член Европейского парламента уже 7 лет. Где Иран? О, боже. Это провал, и я надеюсь там, что не бегу в этом направлении. Нет, это Саудовская Аравия. Мы общаемся с депутатом Европарламента. Как объяснить такие неверные ответы? У нас нет всех ответов. Мы делаем все возможное. Нам многое нужно узнать, поэтому мы не ходячие энциклопедии. Мы стараемся быть в курсе всего. Ushbu videoda jurnalist so'rayapti. Kartadan Ironni ko'rsatib bera olasizmi desa, Yevropa Ittifoqining katta mas'uliyatli rahbarlari hattoki dunyoni geografik xaritasini bilishmas ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Inson o'zi bilmagan, o'zi ko'rmagan davlatni yoki o'sha davlatning ichida yashovchi fuqarolarini yomon deyish uchun uni qay darajada bilishi lozim. Yuqoridagi videodan ko'rinib turibdiki, dunyoning yetakchi davlatlari uchun sizning davlatingiz qayerda ekanligi, qanaqa davlat ekanligi, xalqining qay darajada mehmondo'st yoki yaxshi yoki yomonligining umuman ahamiyati yo'q. Dunyo davlatlari uchun moddiyat, ya'ni iqtisodiy manfaatdorlik nuqtai nazaridan ular ishlashadi. Shunday ekan, mamlakatingizni rivojlantirmoqchimisiz? Ongingizni rivojlantiring. Mamlakatingizni rivojlantirmoqchimisiz? Mamlakatingiz hududidagi barcha xalqlar, millatlar, elatlarni turmush oldida birlashtirish harakatini qiling. Mamlakatingizni rivojlantirmoqchimisiz? Mamlakatingizni ta'lim tizimini, tibbiyot tizimini juda ham yuqori darajada rivojlantiring. Mamlakatingizni rivojlantirmoqchimisiz? Qo'shni davlatlar bilan, ya'ni qo'shni Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston yagona bir kuch bo'lib birlashishimiz kerak. Yagona bir kuch bo'lib birlashish vaqti. Ya'ni 5 ta davlat uchun yagona viza tizimini joriy qilishimiz kerak. Yevropaga o'xshab yagona hudud, ya'ni Markaziy Osiyo viza tizimini yaratishimiz kerak. Markaziy Osiyoda hech bir xalqlar hech bir muammolarsiz chegaradan o'tishini shakllantirishimiz kerak. E'tibor berib qarasangiz, tarixda mana shu Markaziy Osiyo davlatlaridagi xonliklarni bir-biriga bo'lgan ko'ra olmasligini oqibatida 3 ta xonlik ham yo'q qilingan. Hozir ham xuddi shu davrga qaytib kelgandaymiz, xuddiki. Hozir hamma bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan, ya'ni hamma demoqchi emasman, Markaziy Osiyodagi hamma qo'shni davlatlar va qo'shni xalqlar bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan vaqt keldi.